Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga 4,5 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan bir qavatlik korobka holatidagi uyni obzor qilmoqchiman va birato'la mana shu holatidagi uyimizga ketadigan material xarajatlar va dollar hisobida qancha pul ketishini ham aytib o'tishga harakat qilaman. Avvalo uchastkamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, mana eniga 16 metr va uzunasiga 28 metr bo'lyapti va shu holatiga 4,5 sotix yer maydoniga to'g'ri keladi. Va uyimizning xonalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 7 ta asosiy xonadan iborat va qo'shimcha yordamchi xonalar, ya'ni hojatxona, hammom va podval shunga o'xshagan yordamchi xonalarni ham o'z ichiga oladi. Endi esa uyimizni umumiy ko'rinishini qisqacha obzor qilamiz va bundan keyin tomlarni olib 3D plan ko'rinishini ham, xonalar joylashuvini ham ko'rib o'tamiz. Umumiy ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yerda hojatxonamiz bo'lyapti hovli uchun va mana bu umumiy mehmonxonamiz bo'lyapti uyimiz uchun. Uyimiz ikki tomoni gulxoy qilingan, devorlari bu tomoni ham, bu tomoni ham, chunki ikki tomondan qo'shni bo'lganligi uchun shunday gulxoy qilingan. Va hovli tomondan qaraydigan bo'lsak, to'g'ri mana o'rtada bitta yashil zona qoldirilgan. Asosiy uyimiz mana shunday shaklda. Uyimiz ikki korpusga bo'lingan, ya'ni ikkita oilaga mo'ljallangan. Bir tomonda bitta oila, bir tomonda yana bitta oila yashaydi. Mana bu darvozaxonadan to'g'ri kirganimizda mashina turadigan garajimiz, bu yerda mana hammomimiz bo'lyapti va mana bu zal mehmonxonamizga kiradigan eshigimiz bo'lyapti. Bitta zinadan 3 ta xonaga bemalol kiriladi. Mana bu yerga zalga kiriladi. Mana bu oshxonamiz bo'ladi. Oynalari katta-katta, e'tibor bergan bo'lsangiz, oynalarni katta-katta qoldirib ketganmiz. Oynali eshik bo'ladi mana bu yerda, oshxonamiz bo'ladi. Va mana bu bitta hol bo'ladi. Mana bu yerdan kiramiz. Bu yerda ham katta eshik oynalari bo'ladi. Kirganimizda mana bu bitta bolalar xonasi, bu tomonda ota-onalar yotoqxonasi o'zining ichida sanuzel bilan birga bo'ladi. Va mana bu ikkinchi korpusimiz. Bu yerda 3 ta xona bor. Birinchisi mana bu hol bo'lyapti. Bu yerda bitta detskiy xonamiz va kirganimizda bitta ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni orqa tomondan qaraganda mana bunimiz bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Va mana bu yerda yana bitta zapasnoy eshigimiz, holdan to'g'ri orqa hovliga ham chiqib ketamiz. Va holni tagi mana bunday podval bo'ladi, ya'ni bitta podvalimiz bor mana shu katta uyimizga. Umumiy ko'rinish tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi tomini olib 3D plan ko'rinishini ham ko'rib chiqamiz. Mana tepadan qaraydigan bo'lsak, xonalarimiz joylashuvi mana shunday holatda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol skrinshot qilib olishlari mumkin bo'ladi. Buni ham qisqacha tushuntirib o'taman. Avvalo undan oldin uyimizga e'tibor bergan bo'lsalaringiz, kolonnalar qo'yilmagan, hech qanaqa kolonna yo'q, faqat beton bilan rigel bo'lyapti. Chunki bir etajli uyga umuman kolonna kerak emas. Bu faqatgina narxni oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun umuman kolonna qo'ymaganmiz. Faqat shu betonni chiroyli baquvvat qilib qo'ysa, kolonna umuman kerak bo'lmaydi bir etajli uyga. Ikki etajli uyga bemalol kolonna qo'ysak bo'ladi, lekin bir etajli uyga umuman kerak emas. Uyimizni endi mana 3D planini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana darvozaxonamiz, bemalol bitta mashina sig'adi. Yonlaridan ham o'tib qaytishga joy bo'ladi. Va darvozaxonadan to'g'ri kirib kelganimizda mana bu yerda mana darvozaxonamizda birinchi hojatxonamiz bo'lyapti hovlimiz uchun va aylanib bu yoqdan o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda bu ham hovlimiz uchun общий hammom bo'lyapti. Va mana bu yerdan zinaga chiqamiz. Zinadan 3 ta xonaga birdan kiriladi. Mana bu mehmonxonamiz. Kelgan mehmonlar shu yerdan mana darvozaxonadan kirib, shu yerdan yana bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Bu tomonga aralashib o'tirmaydi. Kattagina mehmonxonamiz ko'cha tomonga qaragan mana derazasi bo'lyapti, 3 talik. Va ikkinchi xonamiz bu umumiy oshxonamiz. Kattagina, mana shu zinani o'zidan chiqamiz. Oshxonadan mana bu yerda o'tirganimizda oynalari, eshiklari katta qo'yilgan, bemalol hovlimiz chiroyli ko'rinib turadi. Shunday yorug'. Oshxonamizga ham yorug'lik bemalol tushadi. Va oshxonaning ichidan bitta zapasnoy eshik qoldirib ketilgan, bu tomonga o'tishlik uchun kerak bo'lsa uni ham ishlatsa bo'ladi. Va mana bu yerda mana bitta holimiz bo'lyapti. Shu yerda o'zidan bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana koridorchadan to'g'ri ketadigan bo'lsak, detskiy xonamiz. Buni yonidan bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ya'ni o'zining ichida sanuzel bilan birga bo'ladi. Hovliga qaragan derazasi bor, fortishkazi, mana bu spalnini yoritadigan oynamiz bo'lyapti. Umumiy ko'rinish mana shunday. Va ikkinchi korpusga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 3 ta xonamiz bor.
ya'ni to'g'ri zinadan chiqadigan bo'lsak, koridor orqali to'g'ri orqa hovliga o'tib ketamiz va bu tomonda mana hol, mana bu eshikdan to'g'ri holga kiramiz. Holga kirganimizda bu ham oynalari katta qo'yilgan. Shu holatida mana o'tirganimizda holda hovlimiz juda chiroyli ko'rinib turadi. Birov chaqirib kelganda ham to'g'ri birdan ko'rinadi. Mana shunday holatda bo'ladi. Va bu yerda qolgan yana ikkita xonamiz. Bittasi mana letskiy xonamiz, 2 kishilik letskiy xonamiz, kattagina. Buning oynasi mana bu ham hovliga qaragan bo'ladi. Va oxirgi master spalnyamiz, yotoqxonamiz o'zining ichida garderob va sanuzel bilan birga bo'lyapti. Va buni oynasi mana orqa hovliga qaragan bo'ladi. Bu aytganimdek, proyektimizda mana podval ham ko'zda tutilgan. To'g'ri orqadan podvalga tushib ketsa bo'ladi. Patyollarni shu yerga joylashtirsa ham bo'ladi. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Endi qisqacha material xarajatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uyimizga umumiy beton mana bu yerda ham hammasini yozib ketganman, bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Umumiy hisobda betonimiz 85 kub atrofida beton sarflanadi. Betonimiz balandligi 1 metr, eni 40 sm bo'ladi. Podvalimizniki esa eni 40 sm, balandligi 2 metr 40 sm bo'lyapti. Shu holatiga 85 kub atrofida beton sarflanadi. Endi g'ishtimizni sarfiga keladigan bo'lsak, uyimizning balandligi 3,20 balandlikda qilib ketiladi. Keyinchalik pol va patolog qilingandan keyin taxminan 3 metr balandlikda qoladi. Shu holatida uyimizga sarflanadigan g'ishtimiz 38 mingta atrofida pishgan g'isht, paltarashga g'ishtdan sarflanadi. Va uyimizning tomiga keladigan bo'lsak, mana shunday holatdagi tomimiz, bu tomonlariga o'xshaydi. Mana xuddi mana shunday holatda tom qiladigan bo'lsak, uyimizga mana 355 kvadrat atrofida tunuka yoki shifer shunday sarflanadi. Bu tomondan, orqa tomondan ko'rinishi mana bu tomonlarga guvohi qilingan. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'ladi. Endi eng qiziq joyi shu holatdagi uyimizga, ya'ni korobka holatidagi uyimizga qancha pul ketadi deydigan bo'lsak, hisoblashimiz bo'yicha dollarda hisoblasak, bu holatiga 25 ming dollar atrofida plus minus sarflanadi. Plus minus deganim chunki ba'zi viloyatlarda usta haqi arzon, material arzon, ba'zi viloyatlarda qimmatroq. Biz Samarqandda yoki Toshkentda usta haqi ham, materiallar ham qimmatroq. Vodiy tomonlarda, voha tomonlarda ancha arzonroq. Shuning uchun balki kamroq ketishi ham mumkin. Umumiy hisobda dollarda 25 ming dollar atrofida mana shunday holatga kelishiga sarflasak bo'ladi. Men yurtdoshlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, kimgadir shu uyning chizmalari yoki boshqa chizmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomer va Telegram kontaktni video ostida qoldirib o'taman.